Qur'on yod olish jarayonida imloviy va boshqa xatolarni eslab qolish uchun Qur'oni Karimga qalam bilan belgi qo'yib yozish mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta Qur'oni Karim yodlayab turgan, o'qiyab turgan talabalar da uchrab qoladiki, masalan ba'zi bir xatolar bo'lib qoladigan bo'lsa, tajvidiy xatolar, ba'zi madlarda cho'zilmay qolsa, ba'zi bir harflar chiqara olmay qolsa, ustoz tomonidan shunga bir belgi, ishoralar albatta qo'yiladi. Eskidan qori ustozlar qilgan. Eski ustozlarimizni odatlarini ko'rsak, o'sha Qur'oni Karimdagi mushafdagi adashgan joyiga eski ustozlarimiz o'sha rangli qog'ozlarni namlab turib yopishtirganlar. Shuning uchun ustozlarimiz aytadiki, ulamolar ijmo qilgan deydi, Qur'oni Karimning mushafni juda ham ehtiyot qilishlik kerak va buni ehtirom qilishlik kerak. Qur'oni Karimga har xil narsalarni yozmaslik kerak. Albatta endi tafsirlar, tarjimalar, ba'zi izohlar bundan mustasno. Chunki Qur'oni Karimda talabalar o'qishlik jarayonida Qur'on o'quvchi odam undan foydalanadi, komilroq tushunishlik uchun tafsirlarda bunday ish bo'ladi. Lekin o'quvchi odam albatta boshqa uslublardan foydalanishlikning imkoni bo'lganligi uchun qalamlarda, ruchkalarda yozmasin. Mabodo zarurat bo'lsa ham o'tishligi mumkin bo'lgan qalamdan foydalansin. Va albatta xatolarini isloh qilib olgandan keyin o'chirib yuborishlik tavsiya qilinadi. Iloji boricha mana shunday qalamlarda yozishdan saqlangani yaxshi va avvalgi ustozlarimizni ishlarini qilib, o'sha rangli qog'ozlarni yopishtirib, xatolariga belgi qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Vallohu a'lam.